Ko'zingiz tagiga iste'mol sodasini surtsangiz nimalar ro'y berishini bilasizmi? Bilmasangiz bu videomizni oxirigacha ko'ring va bilib oling. Biz bugungi videomizda juda ham g'ayrioddiy va juda samarali ko'z tagidagi qora rangli doirani qanday qilib yo'qotishimiz haqida ma'lumot beramiz. Ko'pchilik ayollarimiz ko'z ostidagi, ya'ni qovoqlarda hosil bo'lgan qora rangli doirani bekitish uchun tonalniy kremlardan foydalanib kelishadi. Ammo bu kremlar ko'zimiz ostidagi qora ranglarni vaqtinchalik yashirib tura oladi xolos. Biz sizga hozirgi tavsiya qilmoqchi bo'lgan iste'mol sodasi yordamida ko'z osti qora dog'larni yo'qotish usuli esa shunchaki uni yashirishdan ko'ra ancha foydali va samarali hisoblanadi. Bu maskamizni tayyorlash va qo'llash juda ham oddiy bo'lib, bir choy qoshiq iste'mol sodasini bir stakan iliq suv yoki iliq choyga solib eritib olamiz va tozalangan yuz terimizning ko'z tagiga paxtali diskga bo'ktirib 15 minut davomida qo'yib qo'yamiz. Undan keyin suv bilan yuvib tashlanadi va izidan namlantiruvchi krem surtiladi. Bu muolajani ko'pchilik odamlar qo'llab ko'rishgan va ancha ijobiy samarali natijalarga erishishgan. Eslatma sifatida shuni aytamizki, iloji boricha bu eritmaning ko'zingizga kirib ketishidan ehtiyot bo'ling. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.